dadam aytardi, agar yaxshi o'qisang maktabda qizim, hech qachon hayotda qiynalmaysan. Biron kasb hunarni o'rgansang, aytib qo'yay, xor bo'lmaysan. Ro'zg'orni yaxshi qilishni o'rgansang, erta umuman charchamaysan degandi. Yaxshi o'qidim. Lekin mana shu oddiygina omadim chopmay oddiy diplomga ega bo'ldim. Shu diplom bilan 15 yil o'qituvchilik qilib ishladim. Lekin dadam aytgandek bo'lmadi. Charchadim hayotdan. Bu 5 baholar ham hech narsa qila olmadi. Charchadim. Kasb hunarni o'rgandim. Ro'zg'orni o'rgandim. Baribir kamchiliklar topilaverdi. Hech qachon ham baholarga loyiq emas ekanmizmi? Bilmadim. Adashdikmi? Sizlarda ham bormi? Bunaqa 5 ga o'qib o'tirganlar, institutga topshirganlar, sizlarga omad tilayman. Omadlaringizni bersin. Hammalaring o'zlaring xohlagan kasb egalari bo'lishlaringni chin ko'ngildan so'rayman. Mayli.